yillar mobaynida surunkalik jigar sirozi, pochka klistosi bilan yashab kelmoqda edim. O'zimiz singlim orqali shu alichoy damlamasini tavsiya qilishdi. Men o'shanda surunkalik kasalligimdan Toshkent viloyatidagi Toshmi banisalaridan chiqmas edim. Keyin singlim shu tavsiya qilgandan keyin alichoy shifokorlar bizga ham buyurishdi, arigado ichasiz deb. Mana hozir 6 oydan beri shu arigadoni ichaman, alichoyni ichaman. Allohga shukr. Mana o'zimni uddalab, o'zim turib yurib, mana Alloh nasib qilgan ekan, men Qo'qon shahrining Doktor Ali klinikasiga kelishlik menga nasib ayladi. Assalomu alaykum. Men Qambarova Laylo, Toshkent viloyati Nurafshon shahridan keldim. Kelishimdan maqsad yillar mobaynida surunkalik jigar sirozi, pochka klistosi bilan yashab kelmoqda edim. Shu kunlardan birida o'zimiz singlim orqali shu alichoy damlamasini tavsiya qilishdi. Keyin singlim opa shuni iching dedi. Keyin men o'shanda surunkalik kasalligimdan Toshkent viloyatidagi Toshmi banisalaridan chiqmas edim. Hattoki 6 oylab ham 10 kun uyda bo'lsam, 15 kun banisada shunaqa qilib yashaganman. Keyin singlim shu tavsiya qilgandan keyin alichoy damlamasini foydasi bo'ldi. Keyin biz alichoy nimalariga murojaat qildik. Jigarga ham ichsa bo'ladimi deb. Keyin biz bu shifokorlar bizga ham buyurishdi, arigado ichasiz deb. Keyin biz arigadoni ham avgust oyidan boshladik ichishni. Allohga shukr. Doktorlar menga tavsiya qo'yilgan bilan bu alichoy arigadoni o'rtasida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Hech qanaqa serozlanmas ekanman, yaxshi ekanman. Mana hozir 6 oydan beri shu arigadoni ichaman, alichoyni ichaman. Allohga shukr. Mana o'zimni uddalab, o'zim turib yurib, mana Alloh nasib qilgan ekan, men Qo'qon shahrining Doktor Ali klinikasiga kelishlik menga nasib ayladi. Mana men keldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Buning uchun albatta Alloh tomonidan mana bizni qalbimizdagi ixlos kerak. Bandasi ixlos qilar ekan, hamma narsa amalga oshar ekan. Men shuni o'zim sizlarga tavsiya qilaman. Albatta ixlos qilib ichish kerak ekan. Mana hozirgi kunda ancha yaxshiman. Xudoga behisob shukr. O'zim yarab, o'zimni oyoqlarim bilan yurib yashamoqdaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ichinglar shu Doktor Ali choyini.